Hello everyone, I'm Dilmurat and this is cctv.com English Classroom. And today we're going to learn the simple greetings in English. How to say hello, how to say goodbye, and then how to greet other people and receive the greetings from other people. Assalamu alaikum dostlar, ben Dilmurat Muallim, bu bizden cctv.com İngiliz Dil Dershanemiz. Bugünkü programımızda biz savatdaşlar bilen İngiliz Dilideki en addi salam saat. Qanday salam berdi, qanday qabul qildi, boshqalar bilan qanday eng dastlabki uchrashishdagi takalluf so'zlarini qildi, shularni o'rtoqlashamiz. Bugungi mazmun ingliz tilidagi eng aqalli muhim mazmunlarning birisi, shu savatdoshlarningki ko'proq diqqat qilib o'rganishni umid qilamiz. O'zga qarab baxsak, bu birinchi so'z hello degandan boshlanibdi. Bu oddiy so'z emas. Nurg'un bolalar buni men bilaman deydi, ammo o'qib baq desa, bu xini hello deb o'qiydi. Bu xat tushunadi, biroq to'g'ri emas. Bu ingliz tilida o'qilmaydi, balki hello deb manda o'qsak to'g'riroq bo'lishi mumkin. Hello everyone debdi. Everyone degani bu yerda har biraylar yoki bo'lmasa hammangizlarga demakchi. Hammangizlar yaxshimisizlar demakchi. My name is Dilmurat Mutalib. My name is. Buni sizlar cho'qim qattiq yodib bilib o'tisizlar deyman. Nima? My name is. Mening ismim Dilmurat Mutalib. Men o'zim misol oldimda. Mutalib is my family name. Mutalib degani meningki family. Family degani biz faraz qila olamiz. Ya'ni jamoat, oila degan gapda familiya. Name, nimatta ism. Mutalib is my family name. My deganimiz nimatta? Mening. Mutalib bo'lsa meningki jamoat familiyam. Family ismim. Dilmurat is my first name. Qizlar deb berilgan bu first name degan ma'nosi first, tunji, birinchi, dastlabki degan ma'noda. Bu yerda o'zimning ismi aytsak bo'ladi. Ya'ni Dilmurat meningki qo'yilgan o'zimning ismi. Mutalib bo'lsa familiyam degan ma'noda. I'm deganimiz I am. Men bo'lsam degandan qisqartirilsa. I'm a teacher. Men bir muallim. Teacher, muallim. I come from China. I come from deganiki mayadagi come from deganimiz bu yerdagi qurilmaning asosi. Ya'ni come from deganimiz mayadin kelgan, mayadin kelgan, mayadin yurti yoki o'ldim ishadin demak. I come from China. Men Jungodan keldim degan. Unda bo'lsa biz hammani qo'shib bir o'qitaylik, savoldoshlar birga yakishib o'rganasiz bo'ldi. Hello everyone. My name is Dilmurat Mutalib. And Mutalib is my family name. And Dilmurat is my first name. I'm a teacher. I come from China. Okay, hello everyone, my name is Dilmurat Mutalib. And Mutalib is my family name. And Dilmurat is my first name. I'm a teacher. I come from China. Desek bo'ladi. Demak, bu o'zini tunishtirishdagi eng aqlli gap. Siz avval o'zingiz kim o, nereden keldiniz, ismingizdagi familiyangiz nima, o'zingizni ismini nima deb aytgandan keyin, ondan keyin xalqni tunishtira olasiz va xalqqa salom qila olasiz. Masalan, biz uchinchi bir shaxsni boshqalarni tunishtirishni o'rganib baqaylik, ya. Masalan, erlarni yoki o'g'ilni jins jihatdan ayirib turib tunishtirgan vaqtda, his name is Tom Hanks. Hanks is his family name. Tom is his first name. He's a student. He's my classmate. Masalan, bu yerda Tom Hanks deb men o'zim aytib qo'ydim, bolalarning istiqosida. Tom Hanks intayin mashhur bir kino artisti. Uning cho'qim olgan, ya'ni Forrest Gump. Xalos tildagi olgan jonjon yoki bo'lmasa Uyghur tilida Forrest Gumpning tarjimali degan kinosini cho'qim savolashlar ko'rib baqqan bo'lishi mumkin. Shu odamni yozib qo'ydim. His name is Tom Hanks. His deganimiz o'g'il bolaga erlar keldigan uning degan gap. His name is Tom Hanks. Uning ismi Tom Hanks. Hanks is his family name. Hanks uningki familiyasi. Tom is his first name. Tom bo'lsa uningki o'zining ismi. He's a student. U bir o'quvchi. He's my classmate. U meningki saboqdoshim. Classmate degan ma'nosi saboqdosh degan gap. And then bir qiz bolani ayol kishini tanishtirib baqaydi. This is my teacher. Bu meningki muallimim. Bu yerda this is deganimiz bu bo'lsa deb qo'limizni ko'rsatib turib, bu yoq mavi odam deganni ko'rsatib turadi.
Her name. Kız balaga onun degende her deymiz. Oğul balaga onun degende his degen tuhbiyattan ikisi farqlandı. Her name is Kathy. Kathy, yani onun ismi Casey ekan. Kathy James deydi. Yani James, onun familiyasi. James is her last name. Bayatdan biz family name dedik. Family name deganimga o'xshash familiyasi yoki jamat nomi. Last name deganimga o'xshash jamat nomi keyingisi, ya'ni o'zining ismi oldida familiyasi keyin kelgandan keyin chet elliklardan keyin ya'ni familiyasi keyingi nom deganni ko'rsatadi. Kathy is her given name. Bu yerda o'rgangan bilsam given name. Given name deganimiz bayatdan biz o'rgangan first name deganga o'xshaydi. First name deganmi o'zining ismi. Given name deganimizmi ota-onasi bergan dastlabda qo'yilgan, atalgan ismi deganni ko'rsatadi. Har ish qilsa demak o'zininki ismi deganni ko'rsatadi. Emas bu yerda xalqliq so'z birikmalari va asqab degan gaplarni menga aytib bildirgan. Qani? His name is o'g'il bolaga uning ismi. Family name familiyasi. First name o'zining ismi. Student o'quvchi. He is o'g'il bolaga u bo'lsa. This is ko'rsatish olmash. Birovni ko'rsatib turib yoki bir narsani ko'rsatib turib bu bo'lsa deganga. Her name uning ismi. Qiz bola keladi. Last name bu yerda biz o'rgangan qaysi o'xshaydi? Family name deganga o'xshaydi, ya'ni familiyasi. Given name bu yerda biz o'rgangandagi first name deganga o'xshaydi. Yani given name deganning ma'nosi o'xshashdan bir odamningki ota-onasi qo'ygan o'zining ismi deganni ko'rsatadi. Qani undasa menga agishib bir tum mashq qilib darsimizni bugungi dars o'tgan mazmunni mush yerda chiqsak bo'ladi. Misolda agishib qo'yinglar. His name, his family name, his first name, student, he is, this is, her name is, last name, given name. Dasa, bayatdan da biz birinchi bet mazmunda o'rganib bo'lgan oltilik so'zlarni menga agishib bir ko'rib o'taylik. Qani, roman tilda o'zimizni tonishtirishga jur'at qilaylik. Menga agishib billa tonishtirishni o'rganaylik. Hello everyone, I am Dilmurat Mutalib. And Mutalib is my last name or family name. Dilmurat is my first name or given name. And I'm a student. I come from China. And then, very nice to meet you guys here. Yani, o'zingizning tanishtirishni boshlab, assalomu alaykum. Mening ismim Dilmurat Mutalib yoki boshqa bir ismlar so'z bo'ldi. Mutalib bo'lsa meningki familiyam, Dilmurat bo'lsa mening asli ismim, o'zimning ismi. Men bir o'qituvchi, masalan, o'qituvchi deganga siz o'quvchi desangiz bo'ldi o'zingizning yoki ishchi, boshqa kasb desangiz bo'ldi. I come from China. Men Jungodan keldim. Bu yerda sizlar bilan ko'rishganimga intayin xushalman deganni ko'rdik. Mushta qisqa mazmunlardan har bir qitimda bir mustaqil mazmunni o'rganib, masalan, o'zini tonushturush, boshqalarni tonishtirishni o'rganib. Ham davomli turda yig'ib, har haftasi ko'rishni unutqamay, tama ko'l bo'ldi degan kishilmasangiz, ingliz tilini cho'qqum oson va besimsiz holatda o'rganasiz. Herkes bir kunda intayin ko'p o'rganib, yana bir kunda o'rganmay qolishni qilmay, balki har haftasi bizning programmamiz berilgan vaqtda buni agishib mashq qilishni unutmang. Okay. I hope we will see you guys next week. Goodbye.